Assalomu alaykum aziz kanaldoshlarimiz. Buxoro Gips kanali hamisha xizmatingizda bo'ladi. Bugungi obzorimiz inshaalloh sizlar uchun bizada Berlindan o'rtog'imiz kelgan Rahmijon gipslarimizni ko'rish uchun kelganlar. Albatta mashinalarimiz chiqib ketyapti. Rahmijon, tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Bir mahsulot bo'yicha bir ozgina fikringizni bildirib ketsangiz Rahmijon. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum butun O'zbekiston ahli. Mana bugun hozir Buxoroga keldik. Albatta bu Jamshid akani katta gips ishlab chiqarib turgan zavodiga keldik. Lekin men o'zim ko'z oldimga, tasavvurimga sig'dira olmaganman. Men bunaqa katta zavodda, bunaqa katta ob'yemda Jamshid aka ish qilyapti deb men o'zim boshim ko'z oldimga dosh tasavvur ham qilmaganman. Sababi bu juda ham katta zavodda ishlatgan, yurgizib yotgan sababli. Kuniga 300 tonna, 350 tonna ishlab chiqaryapti gips. Sababi shunga yarasha bo'lyapti klienti, shunga yarasha bo'lyapti savdosi, shunga yarasha bo'lyapti buni usti uchot va talash. Jamshid aka rahmat. Hozir bu Jamshid aka gipsini pasti 2 yildan oshdi. Men shaxsan o'zim foydalanib kelyapman. Kuniga 2500-2600 tuk pena bo'lib kuniga chiqyapti. Endi shuni o'zim men xalqqa, aholga yetkiza olmayapman. Sababi o'z ko'zim bilan buni ancha paytdan beri ko'rishni nima qilib yurganman va nihoyat bugun mana 3-iyun kuni Xudo xolasa mana yetib keldim. Rahimjon, sizga albatta yana bitta savolimiz bor. 2 yildan beri ishlab kelamiz, o'rtoqjonimiz. Biron marta biron gipsimizga muammo bo'lganmi sizga? Yo'q, muammo bo'lmagan. 40 kilodan nechta gips olyapsiz Rahimjon? 4 ta 2, 4,5 ta. 4 ta 5, 4 ta 2. Qo'lingiz 4 karamalar. Mijozlarimizga nima maslahat berasiz? Mijozlaringizga hozir mana ko'rib turgan bo'lsa, albatta birinchi navbatda gipsni sifatini so'ranglar, narxini emas. Lekin narxi ham boshqalardan qimmat emas. Hamma bilan barobar. Prosta birinchi navbatda sifatiga e'tibor beringlar. Hozir men o'zim xalqqa bemalol qo'rqmasdan baralla aytyapman. 700 marka ultra gipsni markasi. Qo'rqmay ishlataverasizlar. Mana men javob beryapman. Bu yerga kelishmay sabab bunga xalq bo'ldi sabab. Meni podpischiklarim bo'ldi sabab. Sababi Rahmat aka, gipsni qayerdan olyapsiz? Mana Jamshid akani o'zini ko'rdim, ko'zimdan ko'rdim. Endi bemalol so'ragan tadbirkorlarga bemalol nomerini uzataman xudoingizga. Rahimjon, albatta zavodimizga xush kelibsiz. YouTube kanali a'zolarimiz, Buxoro Gips kanali hamisha xizmatingizda bo'ladi. Rahim akamga ham katta rahmat deymiz. Rahimjon, biz ham hamisha xizmatingizda bo'lamiz. Qo'lingiz dard ko'zmasin, katta rahmat sizda. Albatta Rahim akani telefon nomerlarini biz ham albatta YouTube kanalimizga qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpog'iston, Nukus, To'rtko'l, Eliqala, barcha 12 viloyatga yetkazib beramiz. Qayerda xohlasangizlar Rahim aka nomer ading, Berlinda qanaqa ob'yemda xohlasangizlar, qanaqa kelishuv, pelitslin naqd, farqi yo'q, qanaqa